Botir Bahromovich Qudratxo'jayev O'zbekiston siyosiy tizimining sokin kuchi, natijani shovqin bilan emas, tizim bilan yarata olgan arbob. 1975-yil 22-sentyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. 1997-yilda Toshkent davlat yuridik institutini tamomlab, harbiy prokuratura tizimida faoliyatini boshlagan. Tergovchilikdan respublika miqyosidagi vazirlik darajasiga ko'tarilgan bu inson nomi qat'iyat, intizom va natijalar bilan esda qolgan. U Farg'onada tergovchi, Toshkent harbiy okrugi prokuraturasida katta tergovchi va Toshkent viloyat harbiy prokurori sifatida qonunni murosasiz tatbiq etgan. 2014-yilda Surxondaryo viloyat prokurori etib tayinlanib, jinoyatchilikning ildizidan kesish uchun qat'iy harakatlar boshladi. 2016-yilda Toshkent shahri prokurori lavozimini egallaganda poytaxtda tanish-bilish davri tugadi. Qonun hamma uchun bir xil ishlay boshladi. 2017-yilda u Majburiy ijro byurosi direktori etib tayinlandi. O'sha paytda tizim ichidagi eng og'ir, eng chigal sohalardan biri bo'lgan bu idora qisqa muddatda intizom va nazorat markaziga aylandi. Har bir ijro, har bir hujjat, har bir qaror uchun shaxsiy javobgarlik tizimi yo'lga qo'yildi. 2025-yil 25-fevral kuni Botir Qudratxo'jayev favqulodda vaziyatlar vaziri etib tayinlandi. Bu sohada u qat'iylik va tezkorlikni yangi darajaga olib chiqdi. Favqulodda hodisalar endi tasodif emas, boshqariladigan jarayonga aylandi. Yong'in, suv toshqini, zilzila, har bir holatda tizim birinchi bo'lib harakat qila boshladi. Aynan shu yillarda favqulodda vaziyatlar vazirligi butunlay yangi zamonaviy boshqaruv formatiga o'tdi. Botir Qudratxo'jayev o'z xizmatlari uchun prezident tomonidan taqdirlandi va unga general-mayor unvoni berildi. Bu nafaqat shaxsiy mukofot, balki tizimni tartib, qat'iyat va javobgarlik asosida qayta qurib chiqqan arbobga berilgan e'tirof edi. Bugun uning ismi natijalar bilan o'lchanadi. Yuzlab qutqaruv operatsiyalari, minglab hayotlar saqlab qolinishi, butun tizim esa javobgarlik va intizom tamoyiliga o'tgani.